O'tiraver, Ra'no. Sen hozir gullar yonidasan. Ham chindan-da gullarning Ra'nosisan. Qorigan ko'rinasiz Anvar aka. Biroz shundoq. Uylar tinchlikmi? Tinchlik. Oyim uxlayaptilar. Dadam ishga chiqib ketdilar. Abdulla Qodiriyning Mihrobdan chayon asari o'zbek adabiyotining mumtoz durdonalaridan biridir. Bu asar milliy adabiyotda birinchi realistik romanlardan biri sifatida katta ahamiyatga ega. Unda o'zbek xalqining ijtimoiy hayoti, urf-odatlari, an'analari va insoniy munosabatlar katta badiiy mahorat bilan tasvirlangan. Asarda insoniy munosabatlar, jamiyatdagi adolat va adolatsizlik, boylik va qashshoqlik kabi ijtimoiy muammolar ochib berilgan. Roman mavzusi 19-asr hodisalari xon zamonlari davridagi o'zboshimchaliklarni ko'rsatishga qaratilgan bo'lsa-da, unda roman yozilgan davr ruhi kuchli singdirilgan. Asarni Mihrobdan chayon deb atash ziyoli ulamolarni qahramon qilib tanlashdan murod muqaddas dargoh, sajdagohdan chiqqan, o'sha dargohga nomunosib munofiq, qallob, tuban kimsalarga, hasadgo'y, e'tiqodsiz kishilarga ishoradir. Romanda Anvar bilan Ra'noning sevgi sarguzashti, qalb nazokati shoirona tarannum etilgan, hamda Qo'qon xoni Xudoyorxonning noodil siyosati, insofsiz ulamolar, o'sha davrning og'ir hayot tarzi, oddiy xalqning ahvoli haqida so'z boradi. Anvar bilan Ra'no obrazlari bir qarashda romantik qahramonlarday taassurot beradi. Barkamollik, aql-zakovat, do'stga, sevgiga sadoqat, irk, adolat yo'lidagi shijoat bobida ular afsona, doston qahramonlarini eslatadilar. Asardagi insoniy tuyg'ular va dramatik voqealar bugungi kunda ham o'z dolzarbligini yo'qotmagan. Xulosa qilib aytganda, Abdulla Qodiriyning Mihrobdan chayon asari o'zbek adabiyoti xazinasida alohida o'rin tutadi. Mihrobdan chayon hayot haqiqatini orttirmay va kamitmay, o'z holicha jamiki qirralari, tovlanishlari bilan gavdalantirgan. Xarakterlar olamini, ruhiyatini o'ziga xos ohanglar, bo'yoqlar vositasida kashf etib bergan o'xshashi yo'q badiiy obidadir. E'tiboringiz uchun rahmat.